Salam qilaylik. Bitta qarsak berma, bitta qarsak. Bitta qarsak, 1 2 3. Aziz Nasafiy 13-asrda yashab o'tgan sufiy, mutafakkir olim inson o'zini Komil inson nomli kitobida, bu Najmiddin Komilovning tarjimalarida, Komil inson kitoblarida yozilgan va o'sha yerdan oldim. DNKga javhar deb ta'rif beradilar. Javhar bu shunday bir kitobki deydilar, uni o'qish mumkin, uni yozish mumkin, u kelajakni ko'rsatadi, u o'tmishni ko'rsatadi deganlar. DNK haqida to'liq ta'rif berganlar. Demak, bizning buyuk mutafakkirlar DNK haqida bilishgan, faqat uni javhar deb atashgan va bu ilmlar bizni xalqimizga doim bo'lgan. Nima uchun suvchilikka borganda doim ajdodni surishtiriladi? Nima uchun Amir Temur kelinlarini eng yaxshi oilalardan, eng mutafakkir insonlarning tarbiyasi yaxshi bo'lgan insonlarning farzandlarini kelin qildilar? Nima uchun bittagina o'g'illarining o'sha raqqosa qizni sevib qolib, o'sha qizni olaman deb o'sha raqqosaga uylanishiga qarshilik bir qilsalar uylanishi ularni o'sha Amir Temurning shuncha saltanatiga putur yetkazdi. Bu hammasi DNKga juda ham bog'liq narsa. Ya'ni inson fitrati, inson javhari nasl suradi. Butun Rumiy hazratlari aytganlar, insonning ichi bir dahliz, tashqi dunyosi esa uyi. Hamma hodisa avval insonning miyasida aniqlanib, so'ng maydonga kelgan. Dahlizda ko'ringan barcha narsa uning ichkarisida ham mutlaq zohirdir. Tushunchalar, fikrlar dahlizdirlar. Dunyoda yuz bergan hamma hodisalarning avvali insonning ichida, ya'ni dahlizda yuz beradi. Bu degani bizning har bir o'y, fikr, xayollarimiz, hissiyotlarimiz bizni dahlizimiz, bizning DNKmizda yozilgan bo'ladi. U orqali bizni hayotimizga o'sha narsa vujudga keladi. Biz hayotimizda yuz berayotgan voqea hodisalarni aslida allaqachon DNKmizga kiritib qo'yilgan informatsiyalar orqali yuz berdiramiz. U bizni ajdodlarimizning hayotida yuz bergan hodisa, bolalik og'riqlarimizning xotiralari bo'lishi mumkin. Ko'pincha mana psixologiya tushuntiradi. Mana Zigmund Freud nima dedi? Bolalik og'riqi asosida hamma kelajakdagi voqealar yuz beradi-da. U aslida o'sha bolalik og'riqlari ham DNKga yozilgan bo'ladi. Hamma narsa DNK orqali bunyodga keladi. Hop, rossiyalik buyuk mana akademik Tatyana Chernigovskaya o'zi tadqiqotlarda aytadiki, insonni miyasi deydi, mustaqil harakat qiladi deydi. Inson miyasi o'zi mustaqil fikrlab turib, sekundning ma'lum bir qismida tanaga signal jo'natadi va inson men o'zim o'ylayapman deb o'ylaydi deydi. Aslida miya mustaqil fikrlaydi deydi. Neyrobiolog akademik Chernigovskaya, Baxtiyorobod akademik xuddi shu fikr aytishgan. Ularni ham ishlarni o'rganib chiqqanman, bularni ham o'rganib chiqqanman. Inson miyasi biza hali chuqur umuman bilmaydigan juda ham mustaqil substansiya. Nima uchun u mustaqil fikr qiladi? Hozir mana shoirlar aytib o'tdilar. Neosfera degan energetik oqim bor yer yuzida, butun dunyoni qoplab turadi. Insoniyat dunyoga kelganda umuman dunyo yaratilgan, Alloh tomonidan yaratilgan. Ilmiy tilda, tariqat tilida uni lavh mahfuz deydi. Aqli kul deydi. Ana o'sha energetik oqim yordamida miya boshqariladi doimiy ravishda. Inson jannat ongida bo'lganda ana o'sha oqimga rezonansda bo'ladi. Ya'ni u sog'lom bo'ladi, baxtli bo'ladi, baxtli bo'ladi, xotirjam bo'ladi. Lekin insondagi noto'g'ri tushunchalar, o'sha ajdodlardan kelayotgan xato tuyg'ular mana shu rezonansni buzadi. Biza xotirjamlikda fikrli olmaymiz, o'zimizni his qila olmaymiz. Ya'ni bolalik og'riqlari. Uni Karl Jung soya degan, esingizda bo'lsa, mana psixologlar sizlar tushunasizlar, soya u bizning yechilmagan bolalik og'riqlarimiz, ong ostimizda turadi. U bizlarni ana o'sha aqli kulga, ya'ni ilohiy lavh mahfuzga bog'lanishga xalaqit beradigan, bizni doimiy ravishda mana shu hayotiy muammoga majburlab kirgizib yuboradigan programmalar. Mana shu bitta mehrning to'lqini barcha xaos to'lqinlarini ustidan yengib o'tar ekan. Bu koinotning birinchi qonuni. Buni gravitatsiya qonuni ham yoki tortish kuchi ham deyishar ekan. Kvant fizikasi buni mana shunaqa deb ifodalaydi. Yoki buni magnetikman, buni immunitetga ta'sir qiladigan quvvat deyman. Va beminnat mehr hamma narsani beminnat mehr. Insonning asosiy maqsadi beminnat mehr
kosasiga to'ldirish. Agar bilimlaringiz mana shu beminnat mehrni to'ldirishga olib kelmasa, bu bilimlaringiz bir tiyin, diplomlaringiz bir tiyin. Sharq falsafasi aytadi, donolikning maqsadi erkinlik. Erkinlik, ya'ni qo'rquvdan erkin bo'lish. Понятие. Ego bor, egocentrizm bor. Egocentrizmda har doim insonni ongi, uni ichki nimasi, talab, taklifi ustun turadi. Ana shu insonning eng katta irodasi o'sha talab, taklifini bitta o'zi uchun emas, jamiyat uchun. Men уже qo'l ishlab chiqdim mana. To'xtatish kerak. Agar o'zingni yaxshi ko'rib, qarshingda turgan odamga nisbatan men tushunmayman. Oldin qarshingda turgan, qarshingda kim turadi? Ota-onang yaxshi ko'rishing kerakmi? Akalaring, opalaring, qaynotang, qaynonang, turmush o'rtog'ing, farzandlaring, ustozlaring yaxshi ko'rishing kerakmi? Demak, ularni yaxshi ko'rganingdan keyin sen o'zingni unda Alloh seni qadrlaydi-da, ofarin senga deydi. Yo'l ochib beradi. Agar sen o'zimni yaxshi ko'raman, o'zim yo'q, o'zingni yaxshi ko'rishing o'zingdan bo'lmaydi. Senga yelka bo'ladigan ota-onang bor, do'sting bor, vataning bor, prezidenting bor, ilming, biliming bor. Bitta o'zing один поле битвы не воин, он никогда не добьется. Я против этой тенденции. Я dedim, qarang, nimaga? Ajrimni oldini oladigan mard erkakning so'zi dedim. 3 ta bola yetim bo'ladimi? Yo erkak uzr, mendan o'tdi. Nega? Aqlli ayol o'sha erkagini kechirim, yo Erjon, mendan ham o'tdi. Meni uzrimni qabul qiling deydi. Oqibatda oila bir bo'ladi, bolalar yetim bo'lmaydi, ko'chaga qolib ketmaydi, psixotrop modda olmaydi, qamoqxonaga bormaydi. Bitta so'z 8 ta harfdan iborat. Nahotki shuni aytish qiyin deb izoh berganman. Lekin shunga qaramasdan uzr so'raymanda, qarang, nima uchun xiyonat qilgan bo'lsa-chi? Kechirim so'ramaydimi? Ha? Xotinning ustiga xotin olgan bo'lsa-chi? Uzr so'ramaydimi? Xotinini avlodiga, onangni degani uchunchi uzr so'ramaydimi? Kechirasiz. Kelinning ham joni bor, yuragi bor, qalbi bor, mehri bor. Gap kechirimda emas, gap oilani davomchilari, sulolasi, mana rodovstvo davom etish uchun, bolalarning baxtini saqlab qolish uchun siz o'zingizni qurbon qilasiz. Ana o'sha uchun erkak, ayol, agar konflikt jarayonida ayol bo'lsa, ayol kechirim so'rashi kerak. Umum olganda jamiyat, oila jamiyatini himoya qilishda ota bo'lib, mard bo'lib bo'ldi. Oilam tinch bo'lsin, bolalarim baxtli bo'lsin. U mardlik, u jasorat, u mag'rurlik, haqiqiy otalik hissi bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Bu mening tushuncham.